1995 yıl 4. ayının 23. günü Uyg'urshunoslik tadqiqot forumi tarmog'ida Uyg'urshunoslik tadqiqot enjumani tashkil etildi. Bugun 96 yil 9. ayının 25. günü. Bugungacha bo'lgan oraliqda jami 25 maydon enjuman faoliyat olib bordi. Biz enjuman faoliyatida Uyg'urshunoslik tadqiqotining turli sohalari bo'yicha ishlayotgan olimlarni tadqiq qilib, Markaziy Millatlar universitetidagi o'quvchilar va o'qituvchilarga ilm so'zlash, o'zimizni tushunish va tushuntirish faoliyati. 10. ayının 5. günü bir seferge adlanıp Mısır Azhar Üniversitesi'ne verip bir yıl ilim sözleş ve âli ilim tahsil kılıç fırsatına iyi bolğanlığım için şu seferge adlanış aldı da bizden encümendaşlardan biri hayırlışış üyesinden işleyerek olsun bugünkü bu encümenle karıştırdık. Bugünkü encümenimizin temisi tecrübelerini yekillep kelgüsüge nezer saraylı yan temiler. Biz Uyg'urshunoslik tadqiqot o'rni qurilgandan keyin 95 yil 4. ayning 23. günü Uyg'urshunoslik tadqiqot enjumanini tashkil etdik. Enjuman demek ilim uyushmasi, ilim so'zlash so'rini demekdir. Biz şu 23. aprel 95 yildan buyon hozirgacha jami bugungi bilan qo'shganda 25 meydan enjuman faoliyat edip bordi. Bizning enjuman faoliyatimiz yaxshi bo'ldimi yoki unda masalalar bormi? Bundan keyin qandayroq olib borsak, enjumanning amaliyot unum va bizniki o'shandagidek muvofiq keldi. Bu vaqtda bir fikrlash qo'yildi. Ben öz fikrimde güvenlik birkaç noktada kıskırak beyan kılmak istiyorum. Birinci, biz doğru kıldık. 94. yılda yitiren 10. günü Markaziy Millatlar Üniversitesi'nde Cumhur boyunca ikinci Uyg'urshunoslik tadqiqot o'rni qurildi. Uyg'urshunoslik tadqiqot o'rni umumiy Uyg'urshunoslar o'zimizni Uyghur milletinin umumen adeta ilim bensasideki başka yapanların düşünüş, bizler özümüzü yaxşırak düşünüş için öz dilimizden, öz faaliyetlerimizde insanda özü kılıvattan iş için bir toğra baha, nispeten lillah baha boğanda anıldığın özü bir işe çıkıldı. Ben bu işine doğrumen, bu iş toğru mu ya ki hata mı? Biz toğrulukla işlengençe Şimdi çağda vatanının kadriga yetsen, o'zingning kelin uchun emas, balki yana vataning uchun, umumiy xalqing uchun tartibli ishlaysan. Yurting uchun jonfidolik bilan emgak qilasan. O'z emgaking bilan yaratgan natijangni bu zamin ustiga o'zing birma-bir chizasan va uni jahon ahliga namoyish qilib ko'rsatsan. Ko'rsatib faqatgina yurtingda qaysi zamoniy qurilish Qaysi igiz binan sen lahildin? Qaysi maşina, qaysi aeroplanı sen yasadın? Sen de qancha uçukçı, neçe nefis çarlıqçı, qancha altın kanlarını qidirib tekşiruvchi var? Eğer sen o'zingni, o'z millatingni boshqalardan selishtirib, bu jihat yetishsizligingni sezsan, muhimi kamchiligingni e'tirof qilsan, bu holda ma'rifga bo'lgan, odam tarbiyalashga bo'lgan tunishing o'sidi. Farzandlarni turli ilim fan sohasi bo'yicha yolg'iz ijtimoiy fanlar emas, balki tabiiy fanlarning har qaysi turlari bo'yicha zo'r turkumdagi tarbiyalashning zaruriyati va ta'xirsizligiga bo'lgan ko'z qarashing granit kallangni bo'sidi. Badan uchun ishlab xalq odam qoyil bo'lgudek natija yoritish ilm fan iqtidoridan keladi. Ilm fan iqtidorini bo'lsa faqat maktab, xususan oliy fan texnik maktablarla yetishtiradi.
sen bir Uyghur ailesiysen, eğer uyumda bir âli mektep okuvchisi mi bo'lmasa, bu çoğun numusuz iş. Halbuki o'zing oziysanmi, kim kiysanmi, jafo tortsanmi, riyozat cheksanmi, farzandingni maktabga ber, bolangni o'qit. Mana boshqa odam tarbiyalab bermadi deb hech kimdan og'rinma. Bolamni o'qitib qo'ymadi deb hech kimdan zarlanma. Badam do'pponga tayangacha shu badam do'pponning ostidagi sog'lom kallanga tayan. O'zing amal qil. Amal qilsang ilmning dag'dam yo'li oldin jazman bo'lur ayon. İlim bo'lmasa, falak taqashgan egiz binolarni xo'jayinlik va me'mor muhandislik salohiyati bilan salolmaysan. Bilim bo'lmasa, madaniy inson bo'lib, madaniy hayotdan bahra ololmaysan. Eng muhimi, ilm bo'lmasa, genç o'zingning vatanida yashayotsanmi, vatan lazzatini haqiqiy tetiy olmaysan. Vatanning qadriga yetish emgak orqali, kurash orqali vatandaşlık sorununda haqliq o'rnini tepishini adoqiy maqsad qiladi. Vatan bir inson uchun tanglish yo'q, tugumas boylik. Bir inson uchun har qanday narsa bo'lmasa bo'ladiki, vatan bo'lmasa zodi bo'lmaydi. Vatansiz odam bajoyiki egisi yo'q eshakka o'xshaydi. Egisi yo'q eshakni kim ko'rsa shu minidi, xalqan ishlatib ko'tlarga tepidi. Vatani yo'q odamni boshqalar eshakdan battar qarmaydi. Biroq vatan degan unda g'oyibdan miros qolgan, eliqidek bankiga silib qo'yib, foyda o'simini ilib hajlab, oftobda suvni aylanib yetib kun o'tkazimi bo'lgan o'lik boylik emas. Balki u faqat o'liksiz holdagi moddiy ishlab chiqarish ko'rishi va izchil holdagi ma'naviy kurashlardan quvvatlantirib, kuchlantirib turishga muhtoj jonliq boylikdir. Sen bir vatani bor, diyori bor, xos zamini bor odam ekansan, u holda o'zingni vatan bilan bir jon, bir tan qilib, gar sening hozirlik turmushing uchun ancha lozimli bo'lmasa-mu, biroq vatanga kerakli, vatanning kelgusi uchun zo'r bo'lgan moddiy emgaklarga aktiv qatnashishing, vatanning taqdiriga munosabatli ma'naviy kurashlarga to'liq ishtirok qilishing kerak. Vatanning taraqqiyotini kafolatiga qilgan emgaklar qatnashmaydigan yoki oz qatnashadigan, yurt diyarning kelgusi istiqbolini belgilaydigan ma'naviy kurashlardan o'zini hamish qochiradigan odamning vatandoshlik sorunidagi o'rni oqibatda tag'oq tushib qoladi. Chunki vatan degan amaliyotda vatan uchun jon fidolik bilan ishlaydiganlarning vatani bo'ladi. Vatanning qadriga yetadigan odam onglik holda vatan uchun jon ko'ydirib ishlaydi. Faqat vatan uchun jon ko'ydirib, jon fido qilib ishlagan odamlar vatandoshlik sorunida haqli holdagi yuksak o'ringa ega bo'la oladi. Bilgan odamga bugun dunyoning madaniyat sorunida mundaq bir alohidlik hukm surmoqda. U bo'lsa-mu, turli millat tag'ar insonlar vatanparvarlik, millatparvarlik tuyg'usini o'z qalbiga mahkam tutgan holda ilmiy raqobat qilib, har qaysisidan o'zlarining keng asardagi mavjudlik o'rnini challashdan iborat. Halbuki sen, men va u, biz Uyg'urlarmi faqat amaliy amikimiz orqali, kurash orqali muborak diyorimizni qadriga yetadigan bo'lsa, jahondagi turli millatlar qatorida bizning beshimiz egiz, so'zimiz begiz bo'ladi. Keyingi asrning madaniy halovat va moddiy daromad dasturxonida bo'lsa, egilgan o'rnimiz o'zimiz yetkidek kam, erishgan nasibimizmi hech bo'lmaganda boshqalar bilan teng bo'ladi. Vatanning qadriga yetish deganlik qadinat buloqning suyini ichib, qadim joyni besib bir umr yetish deganlik emas. Uyg'urda musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas degan udum maqol bor. Bu odam o'z vatanining qadriga yetadigan haqiqiy bir vatanparvar inson bo'lish uchun yurt kezib, jahon ko'rib safar qilishi, musofir, ya'ni safar qilgan odam bo'lish shart deganlik bo'ladi. O'z diyorining qismi nachar muhit va o'z yurtining ma'lum qiyinchiliklar tufaylidan vatanni tark qilib, yaqin yurt chet ellarga chiqib ketish. Ketganda shu ketgan chuqurda dengiz tashlayotgan tashdek iz deraksiz yo'qolib ketish. O'zini tuqqan, ajdodni boqqan vatanni hech qanday bir amaliy faoliyatdan yod etmay, chet elda bir umr kandidat grajdan bo'lib o'tish. Bu kam degandami o'z yurt, o'z vatanga yuz kelolmaganlik bo'lib sanaladi albatta. Yana desak,
Chet ellerden yakın yurtlarda kalbini Rus kılıp güz desem yüreleysen. Aksici olsa hiç gep yok harlansan. Bihud bozak edilip arılınsan. Bununla şu günlerde O'rta Asiyadagi bizi bilen hem dindaş hem tıldaş araldigan ba'zilarning zerikib qalsa aqın akalarını urup kileyli deb Saudigar Uyg'urlarni urup mushlab yurganlari shahid bo'la oladi. Yakun shuki öz ziminini azizla, öz vatanini qadrla. Chunki senin izzeting öz vataning bilan to'mirdosh. Senin qadr qimmating öz diyoring bilan umrdoshdir. Abga Uyg'urning vujudida vatanni qadrlamaslik illati bilan qo'sh kezak mavjud bo'lib kelayotgan narsa o'zining qimmatini o'zi bilolmaslik nuqsonidir. Ma'lumki, Uyg'urning o'sha o'zi yashayotgan zaminda alayida imtiyozi bo'lganligi uchunla uning nomi bilan mazkur Uyg'ur avtonom rayoni qurilgan. Bu qonuniy asosi bor paket. Uyg'ur bu zaminda mehmon aholi emas, balki yerlik aholi. Uyg'ur bu zaminda oz sonliq millat emas, balki ko'p sonliq millat, Türk millet, xo'jayin milletdir. Fakat shuning uchunla bu zaminda rais Uyg'urdan chiqadi, vali Uyg'urdan bo'ladi, hokim Uyg'urdan saylandi. Bu mu hech kim ko'z yumolmaydigan reallik. Dunyoda hech bir inson yo'q bunda emas deyolmaydigan amaliyat shuki, Uyg'ur qimmatli, Uyg'urning zamini qimmatli. Shunga jahonda ne olimlar ajdodni avlod ulab Uyg'urni tadqiq qiladi. Uyg'ur aqlliq Mahmud Kashgari, Yusuf Xas Hojim, Molla Musa Sayramiylardan keyin Uyg'urda olim tugab qolgani yo'q. Xalmurat G'ofurdak navqiron olimlar o'nlab chiqib, yuzlab yetishib, ilm maydonida buyuk natijalar qozonib kelyapti. Uyg'ur madaniyatlik, Uyg'urning 12 muqomi dunyoda tanish yo'q, madaniy meros bo'lib, qit'alar aro yangrayapti. Demakki, Uyg'urning hech bir millatda qolishligi yo'q. İnsan için özünü çağlamay laf vuruş qanchalik ayıp ve qanchalik nuqson ish bo'lsa, özünü xolis tunib, özünü to'liq tushunish, lillah baho bilan o'ziga ishonch turg'izishma shunchalik yaxshi, shunchalik obdan ish. Chunki hayotdagi har qanday natija va g'alaba yetik ishonchni o'ziga mustahkam ul qiladi. Har qanday zafar va nusrat komil iymonni o'ziga mazmun yo'l qiladi. Shu topda idrak bilan zang salsang, reallikdan nido shunda. Sen Uyg'ur, o'zingning qimmatini o'zing to'liq bilishing kerak. O'zingning yuksak baholi qimmatinga o'zing jazman ishonishing. Shundan bir vaqtda o'zingni hamon boshqalarning orqasida turishga loyiq chaqlaydigan, o'zingni hamish boshqalar burnidan yetlab yurish munosib hisoblaydigan mahkum mijozlikni qat'iy cho'rib tashlashing lozim. Bilmek kerakki, inson o'zining qimmatini biladiganlar ondan onun cesaret buludu. Odam cesaret bilan kurash qilib yashgandilar. Ondan onun turmuşda haqiqiy mazza ve chin halolat buludu. İyiz burnunun qushini ko'rmay, yiroq nazar tashlab turib, o'ylab abga tugadi.